Assalomu alaykum. Bugungi mashg'ulotimizda biz siz bilan atmosfera bosimining mavjudligini va uni atrofdagi jismlarga ta'sirini namoyon bo'lishini tajribalar orqali o'rganamiz. Ma'lumki, yer sirtini har xil gazlar aralashmasidan iborat bo'lgan havo qatlami o'rab turadi. Bu havo qatlamiga atmosfera deb ataladi. Atmosfera quyi qatlamdagi havo tarkibining taxminan 78% azot gazi, 21% kislorod gazi, 0,9% argon gazi va boshqa gazlar, jumladan is gazi, neon gazi, geliy gazi, vodorod gazi, suv bug'i, ozon gazi kabilar tashkil etadi. Atmosferadagi havo koinotga tarqalib ketmaydi. Bunga sabab havo zarralarining yerga tortilishidir. Atmosfera qatlamini yerga tortilishi natijasida u yer sirtini ma'lum kuch bilan bosadi. Bu kuchga atmosferaning bosim kuchi deb ataladi. Atmosferaning bosim kuchi atmosfera bosimini hosil qiladi. Atmosfera bosimi yer sirtiga va atmosferadagi barcha jismlarga ta'sir ko'rsatadi. Normal sharoitda atmosferadagi havo qatlamini yer sirtining 1 cm² yuzasiga ta'sir qiladigan bosimi massasi 1,33 kg bo'lgan yukni 1 cm² yuzali sirtga beradigan bosimiga teng bo'lar ekan. Inson tanasi sirtining yuzasi o'rtacha 1,5 m² ga teng. Demak, atmosfera inson tanasini taxminan 15 tonna massali yuk og'irligiga teng bo'lgan kuch bilan bosadi. Lekin inson bu bosimni sezmaydi, chunki uning tanasi ichidagi bosim doimo tashqi atmosfera bosimi bilan muvozanatda bo'ladi. Atmosfera bosimini mavjudligini isbotlash uchun Otto von Guericke 1654-yili Magdeburg shahrida bir tajriba o'tkazadi. Buning uchun u metalldan yasalgan ikkita yarim shardan foydalangan. Yarim sharlar ichidagi havoni so'rib olgandan so'ng sharlar bir-biriga zich yopishib qolgan. Bu yarim sharlarni 8 juft ot qarama-qarshi tomonga tortib ham ajrata olmagan. Bunga sabab atmosfera bosimining mavjudligidir. Amaliy tajribani o'tkazish uchun bizga Magdeburg yarim sharlari, vakuum nasos va dinamometr kerak bo'ladi. Magdeburg yarim sharlarining birida vakuum rezinasi bor. Bu rezina vakuumni yaxshi ushlab turishi uchun unga o'simlik yog'ini surtamiz. Yarim sharlarni bir-biriga jipslashtiramiz. Yarim sharlarning havo so'rib olinadigan jumragini shlang yordamida vakuum nasosiga ulaymiz va jumrakdagi kranni ochamiz. Vakuum nasosini ishga tushiramiz. Nasos yarim sharlar ichidagi havoni so'rib oladi. Ma'lum vaqtdan so'ng jumrak kranini yopamiz va shlangni jumrakdan ajratamiz. Yarim sharlarni bir-biridan ajratishga harakat qilamiz. Buning uchun yarim sharlar dastasiga dinamometrni mahkamlab, yarim sharlarni har ikkala tomonga tortamiz. Bunda dinamometr yarim sharlarga qo'yilgan kuchni ko'rsatadi. Ko'rinib turibdiki, yarim sharlarga taxminan 110 newton kuch qo'ysak ham, ular bir-biridan ajralmaydi. Bunga sabab atmosfera bosimidir. Endi yarim sharlardagi jumrak kranini ochib, uning ichiga havo kiritsak, ular osongina bir-biridan ajraladi.
Biz atmosfera bosimining mavjudligini va kundalik hayotda uchraydigan quyidagi tajribalar orqali ishonch hosil qilishimiz mumkin. Masalan, tibbiyot shpritsini olib, porshenni eng quyi holatiga keltiramiz. Stakandagi suvga igna uchini tushiramiz. Porshenni yuqoriga ko'targanimizda suv ham porshen ortida ko'tariladi. Endi savol tug'iladi: nima sababdan suv porshen ortidan ko'tariladi? Sababi atmosfera bosimining ta'siridir. Chunki shprits porsheni ko'tarilganda suv ko'tarilmasa, porshen va suv orasida bo'shliq paydo bo'lar edi. Bo'shliq suvga hech qanday ta'sir ko'rsatmaydi. Stakandagi suvga atmosfera bosimi ta'sir ko'rsatib, suvni porshen orqasidan ko'tarilishiga majbur qiladi. Xulosa shuki, atmosfera bosimi inson hayotida ham juda muhim rol o'ynaydi. Yuqoriga ko'tarilgan odamga havo bosimining kamayishi juda ham seziladi. Chunki nafas siqilishi, bosh aylanishi, ko'ngil aynashi mumkin.